Ya, uxlayapsanmi? Mayli, yotur. Anaqa Abduqodir Husanov o'ynadim o'tgan safar. Yotur. Yangi yildan qolgan oliveni yedilaringmi? Yedilar. Yotur. Yegan bo'lsang bola, yotur. Bola o'g'irlari paydo bo'libdi, ehtiyot bo'lgin, tushundingmi? Endi maylida institutda o'qisang ham baribir o'g'lim, yotur. Onangni men mendan xafa. Yo, arpasini xomordimmi? Yotur, sen uxla. Yotur. Redmi'ga iPhone'ni zaryadkasi tusharmidi yo tushma? Bu yotur. Dur kalbasi yemiz ha. Ya, mayli, yotur. Ana uni qanaqa ishlatadi o'g'lim? Yotur. Kravatingni tuzatib qo'y. Anchadan beri so'z beraman vaqt. Uxlayapsan. Yotur, turganingdan keyin. Mahirga yigit bechoradan gelik so'radingmi? Vertolyot so'ramabsiz-da, ona qizim. O'zi ikkita bolangga qaramasdan uylanaman debdi-ku. Onangga uylanganda qaynanam ishxonamga velosipedni tashab qo'yardi. 42 yoshimda ko'chada meni Matiz urib ketgandan keyin Matizli bo'ldim. Yigitga 4 xonali uy olib berasiz degan gap qayerdan chiqdi? Onangga uylanganimda 2 xonali uyda 3 ta oila turardik. Arendada. Hammomga kirish uchun 2 kun oldin yozilardim. Onang bilan boshida oshxonada uxlardik. Shunda ham onang g'ing demasdan ko'nib yashadi. Bir marta g'ing'illadi endi ustiga xolodilnik tushib ketgandan keyin. Erkak oyiga 30 million topish kerak debsan. O'zingni ro'zg'oringga qo'shib mahallanikini ham etdingmi shunda? Onangga uylanganimda oyligim 800 ming edi. Lekin uyda Gollandiya pishlog'i, ikra, kolbasa, alifga moyi hammasidan bordi. Magazinda oddiy qorovul bo'lganman o'shanda. Keyin magazinga kuzatuv kamerasini qo'yishdi-da, tuhmat bilan haydaldim. Har yili chet elga olib chiqasiz deb oshirib yubormadingmi? Shuncha yil yashab, onang bilan bitta Samarqandga boribmiz. Yaxshi ham amakini sudi o'sha yerda bo'pti. Men unaqa demadim. Qattan ko'rdim bunda? Instagramdanmi? Mayli, yotur. Boshqa ko'rishmasak, onangni yolg'izlatib qo'ymalaring. Uzatvorlaring yaxshi joy chiqsa, 58 yoshda hayot endi boshlanadi. Ukang uylanaman desa urushmalaring. Mana shu bir xonali fayzli uyni sotib, puliga ikkita hovli qillaring. Qaytish nasib qilmasa, qora kunimga saqlab qolgan ozroq pulim bor. Sening uzatilayotganda tuflisiga yetish kerak. Qaytmasam, TikTokdagi profilimga chorno-belay rasmimni qo'yib, foniga "Xasta bo'lma jonim" degan qo'shimni qo'yib qo'y. Tushundingmi? Qaytmasam, kiygan kiyimlarimni tog'angga bergan hammasini kiyib turay deb undan olib uxlatib yuborganman-da. Qaynotingni seni yomon ko'rish sababi ovqatni chapillatib yeyishingdan emas. Uni nomiga kredit olib to'lamaganman 3 marta. Bank kecha uyini olib qo'ydimi? SMS yozib qo'ysammikin? Ko'rishmasak, fleshkadan to'yingni men o'chirtirib borib, ustidan Kurtlar vodiysini yozdirganman. To'yingdan qiziqroqday bo'lam. Yangi yildan qolgan Oliviya qani? Qaytmay qolsangiz uvol bo'lmasin degandim. Men urushga ketayotganim yo'q, ko'rishmaydigan. Bor topib kel. Pulimni bermay ko'nglimni cho'ktirding. Chorvoqqa chiqqaningda cho'kib ket. Oylab telefonimni ko'tarmaganing uchun ishxonada ko'tarila olmasdan xor bo'lgan. Bir oyda qilib beraman degan gapni sendan pul olgan xirurg operatsiya vaqti senga aytsin. Uyingga borganimda eshikni ochmaganing uchun iching ketayotganda hojatxonani eshigi ochilmasin. Qilib beraman ezbording deganing uchun uyingdagi shkaf seni ezib qo'ysin. Yo, xolodilnik. Mayli, shkaf. Eshigingni oldida seni oylab kutganimdek qizingga sovchilarni shunaqa yillab kutgin. Atasi qo'ying endi, 20 ming qayerlarda qolib ketmagan. 20 ming dollar berganimdacha. Shunaqa qolib ketaverarkanman-da, Ko'rishmasak xursand bo'lmagin. Tushlaringga kirib chiqaman.